Sohibqiron Hazrat Amir Temur hayotligida o'g'illari va nevaralari 36 kishi bo'lib, shularning orasida Halil Sulton otliq nabirasini boshqacha muhabbat bilan yaxshi ko'rar, 14 yasharligidayoq uni valiahd qilaman deb ko'ngliga tugib qo'ygan va bunga asoslari yetarli edi. Onasi Sevimbeka Oltin O'rda podshohi O'zbekxonning nabirasi edi. Otasi Bahodir Mironshoh bo'lib, ko'p janglarda qahramonlik namunalarini ko'rsatgandi. Amir Temurni qo'llamasa agar farzandlari, nevaralar, yondagi sarkardalar, yondagi olimlar, yondagi hunarmandlar va xalq bu darajaga erishib bo'lmasdi. Bu oddiy hayotiy gap, lekin bu juda katta buyuk mohiyati bor. Sababi qachonki bir amaldorni xalq qo'llasa, o'sha atrofdagilar qo'llasa, u bir narsaga erishadi. Lekin ko'p narsa amaldorda o'ziga bog'liq. Nima uchun mana gapni bundan boshladim? Sababi Amir Temur avlodlaridan, farzandlari, nevaralaridan, avlodlaridan 35 ta shoir chiqqan. Buni efirga, televideniya, radio eshittirishlarda ko'p aytdik. Lekin baribir buni takrorlashimiz kerak. Ya'ni bu hayratlanarli tomoni shundaki, dunyoda boshqa hukmdorni ko'rmaysiz. Bunchalik hali shoir, yozuvchi chiqqan, adabiyot qiziqqan nevara-chevaralari, farzandlarini ko'rmaysiz. 1384-yilda tug'ilgan Halil Sulton tashqi ko'rinishi ko'rkam, qaddi alifdek, tippatik, yuzlari chiroyli bo'lgani yetmagandek, yana xushxulq va muloyim, so'zida turadigan, sadoqatli bola edi. Biron kishi uning yolg'on ishlatgani yoki va'dasiga xilof ish qilganini ko'rmagan edi. Jahongir vafot etgandan keyin Xonzoda tul qoladi. Endi bu ayolni oilada saqlab qolmaydigan bo'lsa, bu mamlakatni siyosiy barqarorligiga putur yetishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni Xonzoda begim Chingizxon naslidan va uning Amir Temur oilasida bo'lishi uni hokimiyatini mustahkamlab turar edi. Shuning uchun bu kelinni qo'ldan chiqazmaslik maqsadida Mironshoh taxminan 17 yoshga to'lganida Xonzoda begimni unga nikohlab beradi va Halil Sulton ulardan tug'iladi. Harbiy sohada jasur va qo'rqmas, tadbirli va oqil edi. Uning bu tomoni Amir Temurning 1398-yilgi Hindiston safarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Halil Sulton ham xuddi otasi kabi o'sha 15 yoshidan Sohibqiron Amir Temur bilan ko'plab janglarda ishtirok etganda, juda ko'p janglarda ishtirok etadi va o'zini o'sha harbiy salohiyatini ana shu janglarda namoyish etadi. Yoshligidanoq chavandozlik va kamon otish, qilichbozlik bo'yicha juda yaxshi ta'lim oladi. Bundan tashqari ko'pgina manbalarda keltiriladiki, Halil Sulton she'riyatga ham, ayniqsa g'azalxonlikka juda qiziqadi yoshliklaridan. Buni tagida nima yotibdi? Buni tagida albatta uni o'sha tarbiya qilgan bu Saroy Mulxonimni demak xizmatlari desak ham bu to'g'ri bo'ladi. Chunki yoshligidan o'sha Halil Sultonni boshqa shahzodalar qatorida tarbiyasida o'sha Saroy Mulxonim juda katta muhim rol o'ynaydi. Tarixchi G'iyosiddin Aliyning yozishicha, 1398-yil 17-dekabr kuni Temur qo'shinlari bilan Hind podshohi Mahmud Sulton qo'shinlari yuzma-yuz bo'ladi. Temur qo'shinlarini Baholi pushtasi degan tepalikda jangga moslab joylashtiradi. Ikki shahzoda Pir Muhammad bilan Sulaymon shohni o'ng qanotga, ikki shahzoda Sulton Husayn bilan Halil Sultonni so'l qanotga, Shahzoda Rustam, Shayx Nuriddin, Shohmalik va Allohdod kabi sarkardalarni manglayga qo'ydi. O'zi qo'shinning old tomoniga turdi.
qarshi tomonda Dehli podshosi Sulton Mahmud, Manlux xon hamda Hindistonning taniqli qo'mondonlari jahonga tanilgan lashkarboshilar saf tortishdi. Ularning 10 ming otliq askari, 20 ming piyoda askari, 120 ta jangga o'rgatilgan fillari bor bo'lib, dovul paytidagi dahshatli dengizni eslatardi. Fillar ustida aylana yog'och o'rindiqlar o'rnatilgan, bu joylarda kamon, sadoqli mergan o'qchilar o'tirishardi. Hartumlari bir-biriga qo'shib bog'langan fillarning qatorlari yonida qora tutunli olov va gulduros ovozlar taratuvchi maxsus o'q otarlar bor ediki, bular har qanday botir odamni ham tahlikaga solar edi. 15 yoshida Sofqiron Amir Temur bilan Hindistonga bo'lgan yurishda ishtirok etadi va mana Dehli ostonasida Sulton Mahmud xon bilan bo'lgan jangda o'zini qanchalik katta harbiy mahoratga ekanligini namoyish qiladi. Ne janglarda jasorati va qahramonligi bilan tanilgan Hoji Fazl, Jalol Koshi, Abdul Jabbor singari sardorlar jangga kirmaslik uchun Sohibqirondan izn so'raydilar. O'sha kuni Amir Temur u holda sizlar qayerda bo'lasizlar deb so'raganida, xotinlar ichida bo'lamiz deganlari xalq ichida latifa bo'lib ketgan edi. Ammo Halil sulton dengizday bosib kelgan raqiblar bilan quyunga o'xshab yuzma-yuz bo'ladi. Iblis sifat fillar xartumi bilan odamlarning boshlarini soqqaday tutib olib irg'itib kelayotgan bir pallada u qilich bilan filga tashlanib, uni yaraladi va bo'yniga sirtmoq solib cho'kkalatib qo'ydi. Jangdan keyin esa yetaklab kelib bobosiga sovg'a qildi. Hindiston 1398-99-yillardagi Dehliga bo'lgan yurishlarda bilamizki, Dehli sultonidan, Sulton Mahmud tomonidan juda ko'plab fillar jangga tashlangan. Halil sulton Mirzo o'sha paytda bir qo'shinni bir qismini boshqara turib, bir filni, filbonini o'ldirib, filni ustiga chiqib, filni Amir Temur qoshiga haydab kelib, uni tiz cho'ktirganligi haqidagi manbalarda ma'lumot keladi. Bunday jasoratni, bunday bir shaxtni ko'rgan qo'shin ham o'ziga xos g'ayrat bilan urushgan. Amir Temur bunaqangi nabirasiga juda katta ixlos bilan nima qilgan, qaragan. Fillarga qarshi qanday qilib jamoa boramiz deganda, birinchi bo'lish Halil sulton ekan. Fillar olovdan qo'rqadi degan. Iste'dodini qarang. Jig'iz vaziyatda bitta nimaga aytgan? Bitta mana haligi g'oya bergan, shu bilan nima bo'ldi? Shu bilan jangda nima burilish yasadi. Lekin uni ham sarkardalik faoliyati qarang, yuksak darajada. Juda ko'p tarixiy manbalarda keltiriladiki, o'sha fillarga qarshi Sohibqiron Amir Temur 500 ta jangovar boyagi fillarga qarshi tuyalarni ustiga savat qo'yib, savatni ustiga eski matolarni qo'yib, uni yoqib yuboradi. Ana shu yoqib yuborib jangga kirgizib yuboradi-da. Bir tomonda Sulton Mahmud xonni jangga kirgizgan 500 ta fili bo'lsa, ikkinchi tomondan boyagi 300 ta yonib turgan tuyalar to'qnash keladi-da. Fillar bu holatlarni ko'rib, demak, jang maydonidan qocha boshlaydi va qochish jarayonida o'sha Sulton Mahmud xonni askarlarini yanchib ketadi va mana shu sarosima holatiga kelgan holatda bu jangda Sulton Mahmud xon yengiladi. Aynan ana shu taktikani, shu taklifni Halil sultondan chiqqanligi haqida tarixiy ma'lumotlar bor. Hind safari g'alaba bilan yakunlanib, g'oliblar Samarqandga qaytishganda, Temur endi Halil sultonni vali ahdim deb gapira boshlagan. Butun Samarqand xalqi uni muborakbod etib, boshlaridan gullar va sochqilar sochgan edi. Halil sulton mana mashhur. Halil sultonning g'azallari endi bilasiz, bu vaqtda ko'p tadqiqotlar borilgan va u Amir Temurdan keyin davlatni boshqargan 5 yil davomida. Lekin Alisher Navoiy u kishi ham Halil sultonga ham yuksak baho bergan. Aytganlarki, o'zi she'r aytardi va uning bir devoni bor deydi.
devondan bir baytni keltirib o'tgan. Alisher Navoiyning o'zlari ham qarang. Alisher Navoiy hammani ham tilga olmaganlar. Mana qismat qarang. 1399-yili Temur Xalil Sultonni uylantirib qo'yadi. O'zining Sherbeka og'a degan singlisi va Amirzoda kuyovi Alining qizi Jahon Sulton begimni olib beradi. Jahon Sulton begim qilichbozlikni, ot minishni ham o'rinlatar, sochlarini telpak ostiga qistirib yo ro'mol bilan tang'ib, yigitlar qatori jang jadalga ham kirib ketaverar edi. Bu gapning hech qanday mubolag'ali joyi yo'q. Tarixchi Ibn Arabshoh Temur askari ichida ayollar ham ko'p bo'lardi. Erkak jangchilarga qarshi turib nayza sanchishda, qilich bilan zarba berishda va kamondan otishda erkaklardan ham ortiqroq ish qilgan paytlari ko'p bo'lardi deb yozadi. Jahon Sulton begim shunday ayollar toifasidan edi. Amir Temur bir narsani tushungan. Agar farzandlarini, nevaralarini ko'ngil olami adab bilan, adab olami bilan, adabiyot bilan munavvarlashtirmasa, bir narsa erish qiyin. Chunki tarbiya ko'rmagan insondan amaldor chiqmaydi. Va tariximizda ko'ramizki, Amir Temurdan oldin ham amaldorlarni ko'ramizki, adabiyotni juda yaxshi bilishgan. Mana shu 35 ta qarang, nevara, chevaralarni hammasini agar birma-bir qarasangiz, hammasi amaldor bo'lgan. Lekin hammasi adabiyotni juda yaxshi tushungan. Mana misol uchun mana kitobga qaraylik. Amir Temur, Sulton Iskandar Sheroziy, Xalil Sulton, Said Ahmad Mirzo, Ulug'bek Mirzo, Mirzo Ulug'bek, Boysunqur Mirzo, Sulton Ahmad Mirzo, Abu Bakr Mirzo, Abdulatif Mirzo, Boyqaro Mirzo, Husayn Boyqaro, Kichik Mirzo, Sulton Badiзвон Mirzo, Shohg'arib Mirzo, Sulton Mas'ud Mirzo, Muhammad Husayn Mirzo, Boysunqur Mirzo, bu ikkinchi Boysunqur Mirzo, Sulton Ali Mirzo, Fariduddin Husayn Mirzo va Boburiylar, ular alohida endi. Shunchalik ko'p shoirlar chiqqan. Temur 1399-1404 Arab Iroqi va Shom safarlarini zafar bilan yakunlagach, Arab Iroqi, Ozarbayjon, Arron, Mug'on, Gurjiston va Shirvon mamlakatlarini Mironshoh va uning farzandlari Abu Bakr va Umar mirzolar o'rtasida taqsimlaganda, Xalil Sultonga Nuristonni berib, o'zi Samarqandga qaytadi. Davlat va huquq tartibot ishlarini ko'ngildagidek yo'lga qo'ygandan keyin Konigilga keladi. Buyuk yurishlardan farzandlari va amirlari sog' salomat kelgani sharafiga katta to'y qilib nabiralari Ulug'bek, Ibrohim Sulton, Jahongir va boshqalarni uylantiradi. 1404-yilning 7-sentyabrida boshlangan shodiyonalar xuddi ertaklardagiday 40 kecha 40 kunduz davom etadi. Xalil Sultonni tarbiyasi bilan Saroy Mulkxonim shug'ullanganlar. Yoshligidanoq. Shuning uchun ham u juda xushfe'l, juda aqlli, dono bo'lib voyaga yetadi. Janglardan qaytgandan keyin Xalil Sulton doimiy ravishda Saroy Mulkxonimdan xabar olib, u kishi bilan suhbatlashishni juda xush ko'rganda. Hindistondan harbiy yurishdan qaytgandan keyin u Saroy Mulkxonimni ko'rgani Bog'i Dulkusho, hozirgi Samarqand atrofida Amir Temurni o'sha qurdirgan bog'ida Saroy Mulkxonimni ko'rgani boradi-da. Ana shu jarayonda Shodi Mulkni ko'rib qolib, uni sevib qoladi va bu haqda Saroy Mulkxonimga aytadi. Ma'lumki, Shodi Mulk ba'zi manbalarda ismi Latofat deb beriladi. U Samarqandda quyi tabaqa oilasidan chiqqan bo'ladi va Saroy Mulkxonim aytadiki, bu harakatingizni bobongiz qo'llab-quvvatlamaydilar, chunki u
sizni nasabingizga bu kanizakni nasabi mos emas deb uni 2-3 marta qaytarishga harakat qiladida. Lekin har shunday bo'lishiga qaramasdan Halil Sulton baribir Shodimulkka yashirincha nikoh o'qitirib unga uylanadi. Sohibqiron Shodiya kimligini aniqlash uchun tez surishtiruv o'tkazadi. Hoji Sayfuddinning cho'risi nikohsiz xotini ekan. Hoji Sayfuddinbek esa o'zining eski do'sti va tengdoshi. Yigitlik chog'laridan buyon birga jang qilardilar. Eng sodiq amirlaridan edi. Amir Shoh Malik va Shayx Nuriddin Hoji bilan gaplashibdilar. Halil Sulton istagan ekan mayli olsin, kerak bo'lsa yana boshqa cho'rilarimdan ham beraman debdi. Kalla baram. Bobosi tengi amirning sarqitini o'ziga teng ko'rsa-ya, deya achchiqlangan Temur darhol ikkovini tutib keltirishni buyuradi. Shahzoda uni qochiradi. Voqea shu bilan tugaganday bo'ladi, ammo Temur tez orada Halil Shodiyani nikohiga olibdi. Endi shod mulk emish, yashirib o'zi bilan olib yurganmish degan xabarni eshitadi. Uni tutib o'ldirib yubormoqchi bo'ladi, ammo oraga tushgan Bibi xonim Shodmulk shahzodadan homilali degan xabarni yetkazganida hukm qildiki, Shodmulkni tuman og'aga topshiringlar, tuqqandan so'ng bolani olib o'zini bir qulga xotinlikka bersinlar. Shu tariqa nabirasini kechirdi-yu, ammo Halil Sultonni valiahd qilish niyatidan qaydadi. Mana shu munosabatni jiddiy tus olishida Saroymul xonimni beqiyos o'rinlari borda. Chunki Sohibqiron Amir Temur bu nikohga qarshi bo'ladi va unga rozilik bermaydi. Lekin yashirincha nikoh o'qitib, qarangki, keyinchalik aynan Shodimulk tomonidan mana Saroymul xonim va Amir Temurni sevikli xotinlaridan biri bo'lgan To'kal xonim zaharlab o'ldiriladi. Ana zaharlab o'ldiriladi. Mana shu jarayonda juda ko'p manbalarni o'qish jarayonida shu narsaga amin bo'ldim. Shodimulkni kelib chiqishi ham o'zi kelib chiqish tomonidan u nikohsiz tug'ilgan farzand ekanligi, qiz ekanligiga demak ma'lumotlarga duch keldim. Ya'ni Sohibqiron Amir Temur o'zlarini tuzuklarida aytganligidek zinodan, ya'ni mana shu nikohsiz tug'ilgan farzand o'ziga yaxshilik qilgan insonlarga yomonlik qilmaguncha bu dunyodan o'tmas ekanda. Aynan o'sha tuzuklarda mana shu aytilgan gaplari mana o'sha Halil Sulton bilan Shodimulk o'rtasidagi munosabatda ham ko'rishimiz mumkin-da. Shodimulk o'ziga shunchalik yaxshilik qilib, demak Halil Sulton bilan bo'lgan muhabbatini ro'yobga chiqargan Saroymul xonimni qarangki, demak zaharlab o'ldirishgacha boradi-da. Halil Sultonga Toshkentga borib cherik yig'ish, Xitoy safariga otlar hozirlashni buyuradi. O'zi Oqsulotdan ko'chib O'tirorga ketadi. Ammo O'tiror Temurning so'nggi manzili edi. Hazrat Sohibqiron o'limidan oldin Pir Muhammad Jahongirni valiahd qilib tayinlaydi va tepasida hozir bo'lgan barcha beklar va buzurglarga ittifoq bo'lib, unga bo'ysunish borasida ant ichishlarini talab qiladi. Bu yerda yo'q o'zga beklar va sardorlar ham ushbu dasturga amal qilsinlar deb buyuradi. Halil Sulton bu paytda 21 yashar bo'lib, Shodmulk bilan o'rtalaridagi muhabbat avj pallasida edi. Mening o'ylashimcha, baribir Amir Temurning Pir Muhammadga nisbatan bir Muhammad sultonchalik ishonchi bo'lmagan. Muhammad sulton vafot etgandan keyin Amir Temur tushungan. O'shaning uchun valiahd tanlashga shoshmagan. Va umrining oxirida endi majbur bo'ldi, kimnidir qo'yish kerak. Tarixiy an'analarga sodiq qolgan holatda to'ng'ich farzandning tirik bo'lgan to'ng'ich farzandi, u endi Pir Muhammad
valiahd deb e'lon qilinadi. Hamma bo'ysunsin deydi, lekin uni eshitadigan odam bo'lmaydi. Shuning uchun Halil sulton hokimiyatga keladi. Tarixdagi o'rni ham o'ziga xos. Nega? Chunki 1405-yil 18-fevralda Amir Temur vafotidan keyin uning vasiyatiga ko'ra Pir Muhammad Mirzo taxtga o'tirishi kerak edi. Pir Muhammad Mirzo bu paytda G'azni, Afg'oniston, Shimoliy Hindiston hududlari unga sarhad qilib berilgan edi, ulus qilib o'sha yerlarda edi. Ya'ni saroyga hali yetib kelmagan edi. Va barchaga Amir Temur vasiyat qilib qoldirdiki, barcha askarlari, sarkardalari, boshqa shahzoda va boshqalar Pir Muhammadning oliy hokimiyatini nima qilishlari kerak edi, tan olishlari kerak edi. Chunki Pir Muhammad Mirzo hattoki amakisi Shohrux Mirzodan ham yoshi katta edi. Saroydagi birinchi o'rinda eng yoshi katta shahzoda hisoblansa, ikkinchi o'rinda sevimli nabiralardan biri Jahongir, ya'ni to'ng'ich farzandining o'g'illaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham uni tanlagan deb aytishadi. Va bu o'rinda bilamizki, Halil sulton Mirzo vasiyatga amal qilmasdan tezda Samarqandga yurish qilib, Samarqandni qo'lga olishga va o'zini keyinchalik davlat hukmdori deb e'lon qilganligi bir oydan keyin ma'lum. Va hattoki unga Xitoyga bo'ladigan yurish paytida qo'shinining bir qanotini, ya'ni 10 qanotini ishonib topshirgan va bu qo'shin Toshkent bilan Shohruxiyada yig'ilib turgan edi. Mana shunday bir paytda Amir Temurning to'satdan vafot etishi va juda katta salohiyatga ega bo'lgan shahzoda, tarkibida juda katta sarkardalar, Temuriylar saltanatining qo'shinining yarmi qo'l ostida bo'lgan shahzodadan albatta siyosiy ambitsiyalar, siyosiy bir g'oyalar yoki mana shu taxtga egalik qilishga bo'lgan bir ishtiyoq paydo bo'lgan albatta va bu ishtiyoq 1405-yil Samarqandga birinchi bo'lib kirib oladi va 1405-yil 18-martda Samarqandda o'zini hukmdor deb e'lon qilsa ham, lekin taxtga xon sifatida o'sha Muhammad Jahongirni o'tkazadi, kichik shahzodani, Temurizoda shahzodani o'tkazadi. Bu paytda Samarqandday boy shahar olamda yo'q edi. Halil sulton raqam qilishga sig'maydigan davlat xazinasi boyliklarini amirlar va buzurglarga bera boshlaydi. Shodmulkning qarindoshlari va do'stlarini qisqa vaqt ichida zamon boylariga aylantiradi. O'zi esa Shodmulkning sehridan chiqmas edi. Shodmulkning raisiz Halil sultondan bironta farmon sodir bo'lmas edi deb yozadi. Shu kunlarda Samarqandda yashagan va davr voqealariga guvoh bo'lgan tarixchi Ibn Arabshoh. 1405-yil 18-fevralda Amir Temur vafot qilgandan keyin o'sha taxtdagilar, atrofdagilar endi Hirot tomondagilar alohida, Samarqand alohida o'zi qarama-qarshilik bilan bor edi. Ana shunda men o'ylaymanki, Xonzoda begim ham aralashgan. Endi menimcha Xonzoda begim menimcha o'g'liga Halil sultonga aytgan bo'lishi kerak u ham va atrofdagi beklar ham yaxshi sen nimaga ola qo'ygin, taxtga egallagin ham bo'lishi kerak, lekin o'zi istamagan. Menimcha bu yerda o'sha Samarqandda ancha tortishuvlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi Pir Muhammad uzoqda edi. Halil sulton endi oxiri menimcha rozi bo'lgan. Bu endi birdaniya xulosa chiqarib bo'lmaydi buni. Birdaniya ham buning uchun Halil sultonni ayblab bo'lmaydi. O'ziga bog'liq bo'lmagan. Mana shu tomondan mana shu tomonni hisobga olishimiz kerak. Bu tarixga baho berishda juda ham oqilona baho berish kerak va mana shunaqa bo'lib bo'lgan, bu shunaqa qilgan, taxtni egallab olgan degan gap unchalik ham to'g'ri gap emas. Pir Muhammad o'zini qonuniy taxtini egallash maqsadida Samarqandga kelganida darvozalar ochilmaydi. Halil sultonga qarshi jangga chiqadi. Bu Qarshida bo'lgan 1406-yili. O'shanda balkim Pir Muhammadning amirlarini sotib olgandir Halil sulton. Chunki xazinasi bor, katta oltinlarni va'da qilgan bo'lsa, ayni jang qizigan vaqtida Pir Muhammad g'alaba qozonayotganda o'sha amirlar jang maydonini tashlab chiqib ketadi. Va ozchilik bo'lib qoladi. Hattoki Shohruxni yonida turib jang qilayotgani ham yordam bermaydi. Shohrux Mirzo Pir Muhammadga ko'mak bergan o'sha vaqtda, lekin bu ittifoqdagi qo'shin ham ozchilik bo'lib qoladi. Mana bu yerda o'sha xoinlikning oqibati. Va Pir Muhammad chekinadi.
kelasi yili jangga tayyorlanayotgan vaqtida endi bu yerda Pir Ali Tozni qotilligi bu kishini hayotini yakun topishiga sabab bo'lgan. Endi Pir Ali Tozni aytadigan bo'lsak, oddiy navkar bo'lgan vaqtida Pir Muhammad unga e'tibor berib, darajasini ko'taradi. Unga amir unvonini beradi va hattoki vazir bo'lgan. Davlat ishlarida, bu moliya siyosatida katta vakolatlar berilgan edi. Qarang, hozir aytganimizni mana ko'rmaganni ko'rgani qursin. Shuncha e'tibor, shuncha yordam, darajaga, martabaga, boylikka erishdi. Unga nima yetishmayotgan ediki, mana Pir Muhammadni saroyiga o'zini navkarlari bilan kelib, saroyni o'rab olib, Pir Muhammadni bo'g'ib o'ldiradi. Lekin uni ham taqdiri bir uzoq davom etmaydi. Pir Ali Tozni o'zini amirlari qachongacha fitna qiladi deb uni o'ldirishadi va uni boshini Shohruxga yuborishadi. Amir Temur vasiyati asosida valiahd tayinlangan Pir Muhammad Jahongir Halil sultonga xat yozib, qanday huquq bilan taxtni egallading deb so'raganida, men bobom taxtni qanday egallagan bo'lsa, xuddi shunday qildim ma'nosida javob qaytaradi. Samarqand xazinasi bo'shab qolayotgani va bosh vazir Bobo Tarmishning betiyiq siyosati oqibatida amirlarning kayfiyati yomonlashib, muxolifat va fitna shamollari yuksala boshlaydi. Butun xiyonatlar va saroydagi ahvoldan achchiqlangan, hozir Hirot taxtida hukm surayotgan Shohrux Mirzo Halil sultonni Samarqand taxtidan chetlatish harakatiga tushadi. Birinchi bo'lib Turkiston hamda Farg'onaning hokimi Amir Hudaydod bilan Shayx Nuriddin Halil sultonga qarshi isyon ko'taradilar. Hatto uning o'z akasi Mirzo Sulton Husayn Amudaryoning chap sohili viloyatlarida o'z hokimiyatini o'rnatmoq niyatida akasiga qarshi bosh ko'taradi. O'z navbatida Amir Temur taxtining asosiy valiahdi Pir Muhammad Amudaryodan kechib o'tib, Halil sultonga qarshi Nasafga tomon askar tortadi. Amir Hudaydod O'ratepa va Shohruxiya shaharlarini osongina qo'lga kiritib, Samarqand tomonga askar tortadi. Sheroz yaqinida Zarafshon daryosi bo'yida sodir bo'lgan jangda Halil sulton qo'shini mag'lubiyatga uchraydi, o'zi esa asirga olinadi. Qo'llab-quvvatlovchi kuchlar ham bor edi albatta. Samarqand taxtini egallagach, albatta bu narsaga Amir Temur vasiyati buzilganligi nuqtai nazaridan ham, shuningdek boshqa Temuriyzodalarni ham saltanat taxtiga da'vogarligi nuqtai nazaridan ham albatta nima qilishmaydi, Halil sulton Mirzoni bu ishni qoralaydilar va bu o'rinda uni keskin ravishda qoralab, unga qarshi yurishlar ham boshlanadi. Xususan unga qarshi birinchi bo'lib uning ukasi qarshi chiqadi. Keyinchalik Pir Muhammad Mirzo ham o'z qo'shini bilan unga qarshi Amudaryodan kechib o'tib yurishlar qilishga majbur bo'ladi, lekin zafar quchmaydi va oxir oqibat qaytib ketayotganda o'zini vaziri tomonidan Pir Ali Toz tomonidan fitna uyushtirib Pir Muhammad Mirzo halok qilinadi. Va bu o'rinda keyinchalik tarix sahnasiga Shohrux Mirzo qo'shiladi. Bu paytda u o'zini ulusida Forsda hukmronlik qilar edi, Eronda, Forsda, Sherozda hukmronlik qilar edi. Shuningdek, taxt uchun kurashlarda Amir Temurning yirik sarkardalari ham nihoyatda katta rol o'ynashadi. Ya'ni Shayx Nuriddin, Allohdod Husayni, bular Shohmalik kabi sarkardalar qaysidir shahzodani tarafini olib kurashlarga qo'shiladi va ularning asosiy kurasi Samarqandda Halil sulton Mirzoga qarshi bo'ladi. Halil sulton Mirzo bularni bir necha bor janglarda ham yengganligi ma'lum bo'ladi. 1409-yil bahorida harbiy san'at yo'li bilan Halil sultonni tuzoqqa tushiradi. Toju taxt atrofidagi barcha talonchilar, fitnachilar, shu jumladan Bobo Tarmish ham jazolanadi. Shod mulkning bitmas tuganmas boyliklari tortib olinib, o'zini arqon bilan bog'lab xalq ichida sazoyi qiladilar. Shundan so'ng Shohrux Hirotga arz bilan kelgan Halil sultonni shohona qabul qiladi. Mavara-un-Nahr va Turkistonni o'z o'g'li Mirzo Ulug'bekka xatlab beradi. Halil sulton bilan sevgilisi Shod mulkni esa marhum otasi Mironshoh mulklari tomonga
Iroq va Ozarbayjonga jo'natib yuborishni ma'qul topadi. U Halil sultonga shuni maslahat qilib, o'sha tarafda xohlagan yerida makon tutishi mumkinligini aytadi. Halil sulton rozilik bildirgach, saltanat asboblarini muhayyo qiladi. Bir qancha nomdor amirlar bilan 10 ming mashhur otliqni unga qo'shadi. Shohrux Mirzo Halil sultonni taxtni unga topshirgandan keyin Samarqand taxtini ham birlashtirib, ikkita hokimiyatni birlashtirib, Halil sulton Mirzoni Erondagi eng chekka viloyatlardan biri Ray viloyatiga hokim qilib jo'natadi. Va buni tadqiqotchilar bir qismi aytadiki, bu orqali siyosatdan nari tutishga harakat qildi deysa, ayrimlar aytadi, bu o'lka eng chekka viloyat bo'lganligi bilan strategik siyosiy nuqtai nazardan muhim hudud hisoblanar edi. Shuning uchun ham Halil sultonga ishonchi nuqtai nazardan uni o'sha yerga jo'natdi degan ma'lumotni ham berishadi. Amir Temurdan keyin Halil sultonni mana shu parakanda qilishi Temuriylarni. Birinchidan Halil sulton baribir nima bo'lganda ham taxtga o'tirmaslik kerak edi. Ikkinchidan uni xatosi shundayki, bu o'sha qisman g'animlarni qo'lga tushib qoldi. Shodimulkni unga tiqishtirdilar, go'zal bir nimani, ayolni, qizni. Va u unga mahliyo bo'ldi va Shodimulk orqali nima qildi? Keyingi 5 yil davomida Shodimulk orqali g'animlar Temuriylarga ancha ziyon yetkazdi. Yana bir xato shundayki, vasiyat buzildi. Ya'ni ruhiy olami buzildi. O'sha 1905-yilda Amir Temur vafot qilgandan keyin ruhiy olam buzildi. Lekin bu xatoni Shohrux Mirzo tuzatdi. Rivoyat qilishlaricha, Halil sulton Rayga qaytargan bir darvishning polizi tepasiga borgan. U qovun keltirib Halilni mehmon qilgan. Darvishga inoyat ko'rsatolmay uzr so'rab chiqib ketgan. Rayga yetib kelganda kasallangan. Shodmulk bilan o'rtalarida benihoya alamli va hasratli suhbat bo'lib o'tgan ekan. Sevikli amakingiz Shohrux Mirzoning josuslari sizga sezdirmasdan bir narsa bergan. Siz o'shani ichgansiz, dedi Shodmulk. Xudodan qo'rq, unday dema. Mening Raydagi o'limim unga kerakmi? Kerak. Siz tirik ekansiz. Xuroson va Samarqand taxti doim xatar ostida bo'ladi. Qo'ysang-chi, kerak bo'lsa u meni allaqachon o'ldiradi. Uning menda katta xusumati bo'lsa, shuncha amirlar 10 ming otliqni berarmidi? Niqob bu niqob. Afkor ommaga o'zini oliyjanob qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan. Yo'q, Shodiyam. Men Isfaxonda qovun yedim. Ketidan hech narsa yemadim. Balki suv ichgandirman, ichgan bo'lsam, balki shundan ichimda bir buzilish yuz bergandir. 1411-yilning 3-noyabrida Halil sulton olamdan ko'z yumadi. Ba'zi manbalarda keltirilishicha, Shodmulk bir xanjar olib, uchini ko'kragiga qadaydi va bor kuchi bilan, bor og'irligi bilan o'zini yerga shunday tashlaydiki, xanjar ikki kuragi orqasidan teshib chiqadi. Ikkovlarini bir qabrga dafn qiladilar. Ular 27 yoshda olamdan o'tishadi.